30 millionday pul kerak qoldi bir. 20 million pul kerak. Bir 30 million pul kerak bo'ladi 2 yilga. Assalomu alaykum. Hozir biz sotsial eksperiment olib boryapmiz. Bironta yaqin do'stingizga telefon qilib, 30 million 2 yilga so'rab ko'rasiz. Qarz so'rab ko'rasiz. Agar sizga hech qanaqa gap so'zsiz beradigan bo'lsa, men sizga 1 million beraman. Rozimisiz? Bo'ldi, roziman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Sog' salomatmi? Charchash yo'qmi? Yaxshimisiz? Rahmat. Charchashlar yo'qmi? Bitta xizmat bilan telefon qilyapsiz-da. Nima bor? Alo, to'yga zo'rmisan? Ula. Shimi? Andingmi? Ha, voy. Ha. Qaydasan? Kimida? Ha, anavi bir srochni bir anavi bilan telefon qilyapman-da. Ha. Alo. Alo, assalomu alaykum jigarim, yaxshimisiz? Salom alaykum jigarim. Qanday bo'lyapsiz, charchamaysizmi? Charchamay, Allohga shukr. Do'stim sizga bitta iltimos bor edi-da. Hop. Bir 20 million pul kerak. 2 yilga. 30 millionday pul kerak qoldi bir. Pul kerak edi. Nima bo'lyapti? Bir 30 million pul kerak bo'ladi 2 yilga. Kam qilib beramiz. Nima bo'lyapti? Unaqa pul yo'q, ha? Qancha qilib berasiz? Berib tur, iloji bo'lsa. 20 million qayerdan pul kelar menga? Endi bo'lsa deyman-da. Yo'q, pulim yo'q. Ha. Yo'q. Ha, bo'pti, sog' bo'l. 2 yilgami bo'lib berishga amallab qilib bera olmaysizmi? Yo'q, jigarim ha bo'lmagan endi o'shim hozir sharoit yo'q jigar. Problemam ko'p. Amallashtirib iloji yo'qmi? Yo'q, jigar, problemam juda ko'payib ketganda jigar. Ha. Jonim bilan endi bo'lsa. Bo'ldi, rahmat do'stim. Puli yo'q. Hozir bera olmayman. Hozir men rulda edimda aka. Qo'ldan kelgancha yordam qiling endi. Yo'q, sharoit yo'q. Bo'pti, xo'p, rahmat. Yaxshisiz aka, tinchsiz, sog'lom bo'lyaptimi? Ha, endi. Mana bugungi sotsial eksperimentimiz natijani ko'rsatadiki, pul so'rash oson ish emas. Yo puli yo'q bo'ladi yoki munosabatlar buzilishiga sabab bo'ladi. Agar sizga pul kerakmi, bizning bankimizda 50 milliongacha kredit beradi. Vaqti 4 yilgacha. Men Boboxonov Adham, Chombuk bank agentiman. Agar sizda Y9, Y7, F2, F4, F5 va F6 vizalari bo'lsa, siz ofitsialniy ishlasangiz, menga murojaat qilsangiz bo'ladi. Do'stlaringiz bilan munosabatni saqlab qoling. Agar sizga pul kerak bo'lsa, menga murojaat qiling.